Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan ZT kanali. Bugun ko'pchilik so'ragan legendariy iPhone 7 ni ko'rib chiqamiz. Sizlardan to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz, like va podpiska tugmasini bosib ketishni unutmang. iPhone 7 ning chiqqan yili 2016-yil sentyabr oyida chiqqan. Ishlab chiqaruvchi Apple kompaniyasi texnik xususiyatlari ekrani 4.7 dyuym Retina IPS LCD ruxsati 3D touch funksiyasi bor. Apple A10 funksiyasi Fusion 64 yadrolik ikkita kuchli va energiyani tejovchi operativ xotira 2 GB, ichki xotira 32, 128 va 256 bo'ladi. Micro SD kartani qo'llab-quvvatlamaydi. Orqa kamerasi 12 megapiksel, stabilizatsiya 4K, old kamerasi 7 megapiksel bo'ladi. Akkumulyator sig'imi 1960 mAh. Zaryad muddati o'rtacha 1-1,5 soatda to'ladi. 5 vatlik adapter bilan simsiz zaryadlash yo'q. Operatsion tizimi chiqqanda iOS 10 bilan chiqqan. Oxirgi qo'llab-quvvatlaydigan iOS 15.7 ni qo'llab-quvvatlagan. iOS 16 ni qo'llab-quvvatlamaydi. Touch ID barmoq izini aniqlash funksiyasi bor. Suv va changdan himoya, IP67 sertifikatiga ega. 1 metr chuqurlikda 30 daqiqa chidab beradi. Naushnik porti yo'q. 2,5 mm chek olib tashlangan. Audio stereo dinamik pastki va old tarafda bo'ladi. iPhone 7 xabarlari kichik, yengil korpus, suvga chidamli, 4K video olish hamda sifatli ekran, barqaror ishlovchi A10 chipi. Kamchiliklari esa hamma bilgan akkumulyator kuchli emas. Yangi iOS versiyasini olmaydi. Naushnik porti yo'q. Yangi ilovalar uchun sekinroq ishlashi mumkin. iPhone 7 PUBG Mobile'da to'laqonli 45 fps ni shaklida beradi. Bu bilan nima demoqchiman? iPhone ning 45 fps bilan Android ning 45 fps ni katta farqi bor. Hozir iPhone 7 saqlangan chunki 2025-yil chiqqaniga 9 yil bo'ldi. Ammo buni chidasa bo'ladi. Men o'zimni shaxsan aytadigan bo'lsam, 2025-yil PUBG Mobile uchun olishga arziydi. Hozir ko'rib chiqadigan bo'lsak, 45 fps va laglar bor. TDM yoki klassik turnirlarda qatnashish qiyin, chunki boshqa 90-120 fps larda o'ynaydi. Ammo prosta jo'ralarim bilan, do'stlarim bilan public o'ynagani, klassik arenalar o'ynagani, yarim soatlarga Armanistonga buning zaryadi har xil 1 soat, 1,5 soatgacha deb beradi. Xo'p, endi narxini aytadigan bo'lsalaring, hozirgi kunda o'rtacha narxi 800-700 atrofida bo'ladi. Uni yaxshi zo'r ishlatilganini topsalaring 900 ming atrofida bo'ladi. Endi men sizlarga maslahat beradigan bo'lsam, ekran almashgan iPhone umuman olishga qiziqib ko'rmangiz. Tak. Akkumulyator almashgan bo'lsa, normalniy. U akkumulyator o'zi iPhone'da past bo'ladi. Ustiga akkumulyator qo'yilgan bo'lsa, qayta sizlarga foyda bo'ladi. Shaxsan o'zimning fikrimni aytadigan bo'lsam, bu jiddiy aynan 700-800 ming atrofida bo'lsa, olish kerak. Agar sal qo'shsam bo'ladi, sal ko'paytirsam bo'ladi, sal kutishim kerak. iPhone 8 ni maslahat beraman. U PUBG'da ham olish FPS ko'tarib beradi. Xotiralari katta, kameralari bundan yaxshiroq. Lekin u ham iOS 16 ni patishga qilmaydi. PUBG uchun ko'rdik deydiganlar bo'lsa, kundalik hayotda normalniy. Kuniga 3 marta, 4 marta
PUBG o'ynasalar sal ko'proq zaryadkaga qo'yasizlar. Uni akkumulyatorini ko'radigan bo'lsalaring 1960 milliamper. Bu juda ham kam degani, ammo uni ustun taraflari sifatli ekran. Unda PUBG o'ynasalaring Androidga qaraganda ancha yaxshi bo'ladi. Meni fikrimni aytadigan bo'lsam, buni puliga biroz pul qo'shib iPhone 8 da olish kerak. Zaryadi ham o'ta normalniy bo'ladi iPhone 7 ni. Zaryadi hamma narsasi yaxshi ishlaydi. Bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Like va podpiskaga bosib ketishni unutmang. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan ZTech kanali